Ne'mat aka? Ne'mat aka. Turing aka. Yo'q. Skidka qilmaymizmi bugun? Qilamiz xudo xohlasa, yangi skidkalarga boshlaymiz. Aytish nomidagi yangi turdagi Knowledge deb nomlangan mebelimiz skidka qilib beramiz. Mebelimizga kelayotgansa, shkaflari 270 ishlangan, juda ham katta. Ichlari bir bitta bunaqa veshelka jensiz tomoni, o'rtasi polkali qilingan. Uchta polkasi, to'rttadan osha-moshalar qo'yilgan, ko'rishlaring mumkin. Pastiga yana bitta tortmachasi bor. Bu tarafini o'tsa, murskoy tarafi, endi veshelka, plus ichida shimilayotganlari ham bor. Bu yerda ham osha-moshalar to'rttadan qo'yilgan. 100 foiz tovoqaga ishlangan. Keyin tremosga kelayotgan bo'lsa, tremosi 1.40 razmerda ishlangan. Oynalarga e'tibor qilasizlar, gravirovka farsit qilingan polni. Bu yerda ikkita eshiklar bor, ichlarida polichkalar ham bor. Ana bu yerga bitta pulnikini beramiz, xudo xolasa. Spalnisi juda ham katta ishlangan. Spalning razmeri 1.70 ga 2.10. Ikkita tumbasi, tumbalari ham foydalanayotgan tumba qilingan, tortmali qilib. Plus spalni lagalari yerga teggan. Spalni mustahkamligiga e'tibor berasizlar. Spalni juda ham mustahkam ishlangan. Narxiga kelayotgan bo'lsa, narxi 9,5 million so'm sotilgan. Aksiya narxida buni qilib beramiz. 6 million so'mga ketdi, xudo xolasa 6 million so'mga qilib beramiz aksiya narxida. Ko'rishlaring mumkin mana. Xohlasalaring servanti bor, servantini agar ikkalasini komplet olayotgan bo'lsalar 2 million 800 ming so'mga qilib beramiz servantini. 8 million 800 ga option komplet bo'ladi. 100 km rassobkalar bepul. Ko'rishlaring mumkin.